Batstoydan sizlarga zo'r penthouse topib qo'ydim. Ishonasizlarmi, kengashkasidan. 3 qavatdan iborat. Birinchi qavati отдельный, ikkinchi qavati отдельный, uchinchi qavati отдельный. Hammasi отдельный uy, kamida 15 tacha uy bor. Tayyor bitgan holatda. Qo'yishlaring mumkin. Mana bitta kottej, mana ikkita kottej, mana uchinchi kottejimiz. O'zining garajlariga ega. Bu tomondan uyimizga tekshirib qoldimi? Uyimizning maydoni 4 sotikdan iborat. 7 xona. Uyimizga kirishingiz ana darvozadan kirishingiz zilimiz o'rniga keladi. Tomonlardan ko'ryapsiz, kengina yozga zo'r. Tanga qo'yib olib, hamma do'st ko'taradi. Uyimizga kirish ko'rinasiz, kengina kattagina zarar. O'g'limiz boshqa qiladi. Suvi bunaqa qilmaydi. Hamza gittik. Xonadan xonaga gittik ko'rasiz. Aytganim bitta xona. Xonadan ko'p xona. Xonada yana bitta yotoq xona, Zlevskiy. Ikkita oila bemalol yana ko'radi. Tamam, bu xonasida erkaklar. Besh o'rtalar aqlli, tashqaridan ichkaridan chiqadi. Beklar uchun mehmonxona. Bu xonani bitta ayollar. Bu tomondan antena ko'proq. Yo'qsa ichkarida. Bemalol antena ikkinchi oilalar. Bu uylarimiz ilk bo'lmagan bo'lgan. Ko'chlarimiz o'zi ham turibdi. Boyagi uyimiz ko'rib chiqdingiz. Uyimiz sotik, to'rt sotikdan iborat. 7 ta xonasi bor. Narxiga keladigan bo'lsa 75 ming baho aytishyapti. Past telefonlar ham qoldiramiz. Bemalol telefon qilib gaplashishlar mumkin. Hozirda birinchi qavatda penthouse ko'rdik. Endi ikkinchi qavat, uchinchi qavatda kottej forma qilib qo'yilgan uylarimiz bor. Ularni ham antena ko'rsataman keyingi videoda.